Kechagi kundan so'ng Eva Product haqida fikrim butunlay o'zgardi. Men Mehriniso Jampo'latova 7 yildan beri tarmoq sohasida o'z faoliyatimni olib boraman va ishonch bilan o'zimni top lider, katta komanda qura olgan va komandasidan aynan top liderlarni barpo eta olgan inson sifatida shuni aytmoqchimanki, tarmoqli marketingda birinchi o'rinda eng muhim narsa bor. Bu aynan kompaniyani barpo etgan insonlar inson bo'lishligi. Eva Product kompaniyasida men shu narsani ko'ra oldim va kechagi kunda bu narsaga 100% amin bo'ldim. Eva Product kompaniyasini rukovodstvosi, prezidenti sizni hamkor sifatida ko'rmaydi. Har bitta Eva Productni hamkorlarini inson sifatida ko'radi. Va tarmoq sohasilar davomida faoliyat olib borayotgan liderlar tushunadiki, aynan shunday barpo etilgan kompaniyada, sizni tinglaydigan kompaniyada siz o'z faoliyatingizni mazza qilib olib borishingiz mumkin. Aynan Eva Product menga nafaqat katta daromad, nafaqat katta komanda, nafaqat ulkan yutuqlar, orzularimga erishish va undan tashqari o'zimni aynan oddiy ishchi, oddiy hamkor emas, inson sifatida his qilishimni ochib berdi. Va men Eva Product kompaniyasiga bugun ochiqchasiga barcha meni kuzatayotgan va o'ylanayotgan insonlarni taklif etaman. Hozir meni komandamga qo'shilib ish boshlaydigan bo'lsangiz, aynan Eva Productda siz birgalikda men bilan Eva Product tarixini O'zbekistonda kashf etamiz. Sizni o'z komandamda Eva Product oilamda kutib qolaman. O'ylanib o'tirmang, hoziroq aloqaga chiqing. Sizda aynan Eva Product kompaniyasida hammasi o'xshaydi.